semaverde Oynab ketdi, qizib ketdi. Nasriddinning hikmatleri Vay alametçi. Molla Zaydun salay chaqqan Çayxana kirmeli mi? Samkamning chaqchaqlari Hamşey oludu. Molla Zaydun salay chaqqan Samkamning Rastaysi. chaqchaqlari Assalomu alaykum. Çayxonamga kelgan aziz muhtaram ustozlar, kelgan qadaminglarga muborak bo'lsin. Çayxonamdan tayyorlayotgan isil mazmun, isil ideyalarga quloq soqaysizlar. Rahmat kelganinglarga, rahmat. Qani. Çaylardan bir qo'yib beray. Çayni qo'ydim nazifada, chaynakda. Didorlashay o'ppo jahon aynakda. Chiyimning ta'mini tetib ko'ring. Noni içmey qolmang yana hasratda degan gap bor. Qani choy iching. Çiğim va deydi, vay deydi. Bizninkiga yetmeydi. Ma çayxanaga kelgan mehmonlar illa billah ketmeydi. Ras ketmaydi. Ha. Memada baqaya. De baqa. Kim bor deydi, voy deydi, sirdishim etgan chiyga yetmaydi. Etgan choyning haroratidan kiygan kiyimning tugmasini etmaydi. Ma çayxanamız kelgan xonim qizlar hozirdan boshlab kiyimiga faqat atir sepmaydi. Ha, mana. Gülram. Ha? Nima bo'ldi aka? Bu şıkınlarına bugün küçük dillerin olmuş gitti ya. Bugün bir iş var mı nime? Onu birdim ben Mötör aka. Bizim çayxanamız var. He. Şu çerçen çaqılık, yeken qağılık, bügür börtüla, bağraş toqqistira. G'olja qarshi, qashqa, konishak, ko'rli kucha, hamma yerdan mehmonlar keldi. Ras, bir munch mehmonlar keldi aka bugun. Çayxanaga mı? Albatta. Rastga qotamsizlar? Bu aka ishonmay otamiz ko'mdingiz mana bu. Ishonmasangiz men bir so'rab beraymi ya? Ha? Sevirdim çayxanaga. Qani mehmonlar. Assalomu alaykum mehmon, qanday ahvolingiz? Yana bir qatim ko'rishib o'tay. Qani o'tiring. O'zingiz nereden keldingiz? Assalomu alaykum çayxona ahli. Men qadimiy yurt Azzani Qashqar diyoridan keldim. Qashqar Kamal Xalqaro Sochexlik shirkatininki bosh direktori Abduxalil Abduqodir bo'laman. Mana. Qashqardan kelgan direktor. Ay rahmat, xo'sh kelibsiz mehmon. Qani qiziq chaylardan baqaysiz. Xo'sh mehmon, o'zingiz-chi nereden keldingiz? Assalomu alaykum çayxona ahli. Alaykumselam. Men Urumchidan Şinjan Yo'lliq Xalqaro Sochexlik shirkatidan ismim Abdurim Abduz bo'ldi. Yo'lliq. Mana. Urumchidan uzun yo'llarni besib kelibdi bizning chayxonaga. Rahmat. Xo'sh kelibsiz. Buyurun Cuma. Şu dedim bu ben. To'xtab. Men o'zim bir so'rab qo'yaman. Ishonmay qara. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka. Va ukam mehmondan so'rayaptim. Voy. Va alaykum assalom aka. Ukam, siz qayerdan keldingiz? Ben Kucha, Şinjan O'zgar dehqonchilik chorvachilik mesele şirketinden geldim. Mana. Dedim bu. Barakallah. Kelgan qadiminglarga marhaba. Bugun çayxonamizga yurt-yurtning sharka, sarxillari yig'ilibdi. Men bir ishga hayronman. Nima ishqa? Qaysi ishqa? Bu o'tirgan yigit qizlarimiz odatga odamlar emas. Shunday. Bularning qo'lida birdan, ikkidan hammasida shirkat bor deyman. İyilik tiklaydigan, o'zining nima ish qilishini bilmayotgan, son-sanoqsiz yosh qizlarimizga yo'l ichib beraydigan, sonsizligan ota-onalarning g'amidan xalos qiladigan, sizlardek muvaffaqiyat qozongan korxonchilarga ajoyib hurmatim bor. Men mush fursatdan foydalanib sizlarga bir salom qilib olay. Voy rahmat aka. Voy rahmat. Adil aka bizni maqtag'iningizga, rag'batlantirganingizga ko'p rahmat. Amaliyotda bizning korxonchilarning o'z oldimizga iyilik tiklab, boshqalarga xizmat sharoit yaratib berishimizga izchil yetakchilik qilayotgan bizningki bir ustozimiz bor. Meningcha rahmatga şu ustazımız bekerek layık deb o'ylayman. Ustoz? Qani ustoz? Voy abla, adlaka. Kechiring jimomush. Bayatını yaxma mehmonlarga choy qo'ymi deb, choy damlaymi deb ma keldigan mehmonni sizga tanishtirib qo'yishni unutib qopdim emasmi? Mushu mana bu choyxonamizga kelgan mushu muhtaramlarni korxonchilik munbiriga chiqargan o ustoz. Uyg'ur yoshlari ichida ufq qozonish, muvaffaqiyat shunaslik haqida izlanib kelayotgan Abdurahmon Pattor Avif apandini aytib tez suratda ma choyxonamizga kelyapti. Demakchi o siz ha? Shundoq. Voy, yiliq korxonchilarni tarbiyalayotgan Abdurahmon molim da otamsa? Shu aka. Voy, bugun kelinmish aka? Keldi.
Hozir kavitibdi. Voy men tuniyman uni. Qanda Voy dönüyorsun? o'tganda qarasam odam o'lish ketdi. Nima bo'lgandi deb borsam shundoq chiroyli rasm chiqarib qo'ydi. Voy san'atchi o'xshaydi debdim-a men. Bu kechiligi vaqt san'at kechiligi vaqtda biletdim deb kirsam, voy san'atchi emas, korxonchi emasman. Mana endi esingiz ketdi-da, Özümüz sanatçı okşaydık. Oy bana. Kevit. Assalamu alaikum. Hoş. Mehmallah kına. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hoş mehmallah kına. Törük merhamet. Allah. Ha mana çay geldi. Çayını koydum Abdurrahman Pettarga. Zorlumudum sattar bilen tuttarga. Bay bo'lishni bizmi o'ylab yuramiz. Bosi bizni qo'shiqlar qatarga. Ha bunda koşuyoruz. Koşak degan koşkuzutimiz bugün. Abdurrahman Malim. Voy bugünkide kunlarmi bo'ladi ekan, ha? Sizning nomingizga kelib qolgan gap. Bugün Polonya'da ders sözler tutsa, ertesi Pustaniya bir ders sözlerken deplanlayımızda, bugün ben çayxana uçurab kılışımızda. Sizge biz pek kızık emas. Çünkü sizge egersek biz çokum paydalımız ya. Demek sizni biz nayt yaş görmez. Bay buluşunu kalmaydıgan adam yok. Abdurrahman Malim. Hem de sizden bu şu dersiniz yakından beri bulup mu şu hazır ot yürek yaşlarımıza naitte şu hayacanı silip ulanı ki bunun kim şu terakkiyatına türkülük rol oynaydıgan bir kuş bulağı da biz mi bunun da nait hoş olduk. Hem sizdeki bu leksiyarınızda sizden bu gaplerinizde anlaşta kalmaydıgan adamlar bulmuş gerek dep oylayman. Ya ras aka ras. Onun üstüge özü davamlıq şu leksiyaları bilen acayip bilimleri bilen etrafındaki hem adamını bayqıp koyup öz yan çıktım o şey yok ultramdık deyman abi. Ondan mesut olduk ki ne? Onda qısaq muvaffaq şansı olunmaydı. Tora. Yaraysız hüküm, yaraysız. Siz köp izinivatsız, intilvatsız, yeniliklarını yaratıvatsız. Ama muşu jarayanda nurgulluğan yaşlarımız iyiliklerini tiklep muvaffaqiyat kazanıp gitti. Abdurrahman Malim mı? Hem de kemiki oңай emas. Bolsa şu muvaffaqiyat kazanış kim şu? Mahbi resepinizde bir debege basınızı anlamagan bolsa. Yaklayalım ha. Assalomu alaykum. Bugungi çayxonamizga kelgan barliq çayxona ahli, hammanglarga Abdurrahman Pettar Malimdan samimiy salom, oliy ehtirom. Adilka muvaffaqiyatninki sirrini so'rab qoldingiz. Ben bir muvaffaqiyat kazanayım ki deb o'ylashdim, ben sen keyin jiqnasan o'ylab ketdim. Şu adlıkan burundan fakat muvaffaqiyat qozonib boqmoq adam. Hozir zamonga loyiq yana muvaffaqiyatning yana ayrim sirlari bo'lsa bir ügün olay. Bilim deganni ügünüp tugatkil bo'lmaydi emasmi? Malim aymay bir so'zlab bering abi bir anglaylar. Muvaffaq qazangan odam demesem hakikaten kamtar bo'ldim mana. Allah burun adlıkam namimiz toniymiz. Bizning dаңlıq çolpanımız. Mana bu şuna çolpanlarmı qarab baxsaq, özünün kamtar bir fazilatini bizga namoyon qilib turibdi. Demak, muvaffaq qazanish uchun birinchi mahfiyatlik cho'qim kamtar bo'lish kerak. Çokum kazandım. Kazandınız. Çünkü bir adam hamdi. Şu qancha egilgancha masalan deymizgo, egiladigan almashaqlari, mevasi qancha o'xshagan siri, kamtarlik bilan odam chiroyli, satlashir ekan, g'adaygan siri deb. Bir odam yuqoriga o'rlayman deydi ekan, cho'qim qanchaki kamtar bo'lsa shuncha yaxshi. Men shu fazilatingizning yana bir narsani yakunlagan bo'ldim. Odatda palampaydan odam chiqqan chaqda sal ingichroq chiqadi. Palampaydan tushganda odam sal g'adib tushadi, bo'lmaydi ekan, do'mlab chiqib ketadi. Demak, qanchaki kamtar bo'lganimiz bizning muvaffaqiyatga qarab shuncha intilayotganimizni, shuncha ilgilayotganimizni bildirdi. Qancha g'adayganimiz bizning kursimizdan tushayotganligini bildirdi. Haqiqatan Adilkamninki bugünkidek san'at sohasida bizning cho'lpanimiz natija qozonishi mushundaq bir kamtarlikdan bo'lgan ekan, men yana bir qatam his qildim. Rahmat. Biz chiqqandiga rost demisimi engishib chiqqan. Hamda yaş cho'ng bo'lgandan keyin bundan keyin diqqat qilib tomni tutib tushamiz. Menimizni menba ekan tutib. Avval shu muvaffaqiyat degan gapga bir ta'bir berishni loyiq ko'rdim. Chunki muvaffaqiyat deganimizningki o'zi mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, o'z nishoniga yetishning o'zi muvaffaqiyat. Bugungi bu çayxona suhbatimiz nihoyat ko'ngilli bo'ldi. Mushning o'zi muvaffaqiyat. Men bu yerga ulgurib kelaladim, buning o'zi muvaffaqiyat. Bir o'quvchi bo'lsa bir topshiriqni yaxshi ishlayoladi, shu qatimliq uning o'zi muvaffaqiyat. Shunga
bir tamak etmekçi olduk. Şu tamakның özünü ya o'xshitib etgan bo'lsa, ayolimiz, ashning o'zi bir qatimliq muvaffaqiyat. Bugün siz bilan ko'rishib oldik, bu bir muvaffaqiyat. Ben bir piyal çayını koyup aldım, bu mu bir muvaffaqiyat? To'g'ri. Demak, endi bizningki nishonimizningki cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, shuningki o'rindilishi muvaffaqiyat bo'ladi. Endi cho'ng muvaffaqiyat degan bo'lsak, shundaq nurg'ulg'an kichik muvaffaqiyatning o'ngishliq bo'lishidan jug'langan anandan cho'ng muvaffaqiyat shakllanadi. Cho'ng bir rolga chiqmoqchi bo'lsa, avval kichik qo'shimcha rollarga chiqib chiqish kerak deyman Adilka. Avval kichik rolning o'risidan chiqa olganda, undan sizga o'xshash cho'ng rolning o'risidan chiqa oladigan bo'ladi. To'g'ri. Meğra qarab o'tiraydi. Yaxshi gaplar qo'ydi, ha. Shunga mana shu muvaffaqiyat desak, nurg'unlar noit jiq pul topolmay qolsa, ba'zilar o'zininki kichikgina ishlarda yaxshi qila olmay qolsa, o'zim mag'lub bo'lgandek, bek osonlam vayron bo'ldim, tugashdim deb turib oldi ekanda. Shunga avval mana shu muvaffaqiyat qarta bir aniqlik bermasak bo'lmaydi ekan jamiyat qarta. Shunga aytdik, cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, endi muvaffaqiyat şu nişanlığa yetiştiğin özü bir muvaffaqiyat. Ben muvaffaqiyatşünaslıqda yeni bir mühim bir hikmetni his qildim. Yaqin aralıq energiya paydo qiladi, yaqin aralıq fursat paydo qiladi. Biz qandaq odam bilan yaqin bo'lsak, shundaq odamning energiyasiga yo'liqimiz, uchraymiz. Shu odamning fazilati, xislati yoki nachar odatlarimi hatto bizga juqidi. To'g'ri. Shunga hozir degan gapim hargiz mundal deb qo'ygan gap emas. To'g'ri. Şu qandaq odam bo'lmoqchi bo'lsak, biz ana shuningki eng yaxshi odamlar bilan, shuning ustisi bilan bir yaqin aloqani saqlashimiz kerak. Şu arlaşkan adımımız. Aldım aka aldım. Severdim ben yenim direktör adaşmayın. Ya senin načar adetlerin çıkıp kalıdı. Demek muvaffaqiyatning o'zida nurg'unlarimiz agar tezroq qazanamiz desak, atrofimizdagi muhitimizni o'shishimiz to'g'ri kelgan. Bizning yaqin atrofimizdagi do'stlarimizni, chunki bizning taqdirimiz bilan yaqin nurg'un omillar bo'ladi-ki, buningdagi bir muhim omil dal bizning do'stimiz. Agar karxonchi olmoqchi bo'lsak yoki bolalarimizni karxonchi qilmoqchi bo'lsak-chi, dal shunga o'xshash karxonchilar yig'ilgan so'rinlarga, choyxonalarga chaqirib apirishimiz kerak. Chunki u karxonchilar karxonchilikningki mishallarda nurg'unlagan hikmatlarini yakunlab berdi, tajribalarini deb berdi. Dunyoda eng arzon, lekin eng qimmatli bo'lgan bir narsa, u dal boshqalarning tajriba savog'i. Menimcha kuchli odam bilan ojiz odam birga kelgan chaqda kuchli odam uning energiya bersa, ojiz odam uni qabul qilish kerak-ku. To'g'ri. Hozir hamda puli olib, pul yo'qni birga kelib qo'ysa, u o'zaro o'rganmay, pul yo'q odam to'lab, pul bor odamni qaysi so'rab odamni xijil qildirdi. Onun puli yo'q odamda, uni pul bo'lmagan bilan quruq vijdon bor emas. Meni so'rash to'g'ri kelsa, shu pul yo'qlar, ulardan tajriba so'rash kerak. Ulardan usul so'rash kerak. Chunki pul o tüyap ketadi bir qatimdilam. Lekin ular o'gitib qo'ygan usul ularga bir umr asqatadi. Bir beliqchi bor ekan, har kuni beliq tutar ekan. Bir kuni bir oshqagan bir bola kelibdi. Beliq tutolmay, eliqqa beliqchidan so'rabdi. Menga beliqdan bir tal bersang deb. Degandiki, eliqqa beliqchi chaqirtib, uning beliqdan birini beribdi. U bola aytishini kelibdi, eliqqa beliqchi uning yana bir tal beliq beribdi. U bola bir necha kun o'tgandan keyin kelibdi. U kuni beliqchi beliq tutamabdi, beliq beremabdi. Baliq quruq bo'lib qaytibdi, necha kundan keyin qarsa, bola dengiz bo'yida o'lib qolgan. Amiyatda o'z vaqtida beliqchi uningga beliq bermay, beliq tutishning usulini o'rgatib qo'ygan bo'lsa, bir umr u bola beliq tutalaydi, ochliqdan o'lib qolmaydi. Menimcha yordam pulli bo'lmaydi. Nurg'unlarimiz yordam qila olsak, melimiz bilan, bo'lmasa ana shundaq o'zimizningki bilimlarimiz, tajriba savog'imiz orqali nurg'un odamni yetaklab etsak, mana bu haqiqiy uzun muddatlik bo'lgan bir yordam bo'lgan bo'ladi. Nurg'un muvaffaqiyat qozonmaganlar, avay dedik, kuchliklar bilan do'st bo'linglar yoki ashtaq odamlarni yaqin orada saqlanadi dedik. Lekin yana bir narsa aniq bo'lish kerak. Dal shu kuchliklar teximi aldirash. Ularning vaqti biz qaragan natijasi yo'q. Hatto ularni kuchiyish uchun davomli kuchliklarni izlaydi. Bugün bir sekretar yezininki nayının bir başlığını izleydi, o şehirnin bir başlığını izleydi, yoki etrafdagilar mı, hammaylar shu tövendekilar yuqori qarab egishimiz. Shunga o'xshash hamda yuqoridagilarninki mi, shuna do'st bo'lishni qo'lga keltirish uchun, ular bilan texim yaqin aloqani saqlash uchun, avvalgi hunarlarni texim bakroq o'rganish uchun bundaq bir qancha ishni qilishingiz kerak. Bilgingiz bormi, yo'qmi? Masalan, qanday ishni? Birinchisi, kamtar bo'lishimiz kerak. Chunki ojiz vaqtimizda biz ko'proq narsani ulardan o'rganamiz desak, avval kamtarlikni yolqimsak bo'lmaydi, avay degandek. Kamtarlikni yolqigandagi ikkinchi qilgan ishimiz biz muvaffaqiyat qozonganlarni o'zimiz aktiv izlashimiz kerak. Nurg'unlar ta'tir o'ylaydi. Muvaffaqiyat qozonganlar xudo ashlarni izlab keldigandek, men o'zi bir dunyo tepilmaydigan odamdek. Yoki nimishqa meni bayqamaydi, boshqalar menda menda qobiliyat bo'lgan bo'lsa, batulsa deb nurg'unlar iqtidor bor.
lekin ashundoq deb o'ltirdi-da. Menda anda iqtidor var, menda iqtidor var deb. Amaliyotda iqtidor bo'lgan bilan biz o'zimizni ifodalashni bilmasak, biz mangu bir maxfiyatlik. Şoňa mangu özümüzi ifadalap turuşumuz, özümüz aktif ular qarta yaqinligini saqlashimiz, aktif hujum qilishimiz kerak. Ya'ni ko'proq izlash kerak. Masalan, o'z vaqtida 3 parcha qissaning o'zidimi Liubey qarab baqsaq, Liubey Savsav Sunchuan 3 parcha bor, lekin Liubey qanday qilib mush 3 parchani tang so'rab mang'aladi. Amiyatda u harbiy jihatda yoki iqtidor jihatda unchalar Savsav yakidek iqtidorli emas. Savsav zamonasidagi bir dangliq adib shunaqalar garchi zolim podsho bo'lsa-mu. Undas qanday tang so'rab mang'al degan chaqda u atrofiga dastlabda shu kuchli do'stlarini yig'di. Janfe bilan Goyuni, Alandan ayt Yamanni, to'g'rimi? Uningdan keyin bugun Jo'g'ilyan taklif akeldi-da u yerda. Jo'g'ilyan taklif qildi. Undas Jo'g'ilyan bir qatim bo'lsa kamida 3 qatim bordi. Demak, bir davlatning podshoyi hatto sarkardilarimi kamtarlik bilan bir ixtisos egisi, bir ustoz, bir kuchli yiqilish uchun qayta bag'ayada biz oddiy kishilar texnik muvaffaqiyat qozonmas chaqda kamtarlik bilan ham aktivlik bilan saqlab o'tamasdan ularni yana berishimiz kerak. O chora anondan keyin ular ta'sirlansa, chin yurigidan bizning haqiqiy minnatdorligimizni, haqiqiy izlayotgan bir yurigimizni bilsa, ularni berishni xohlaydi. Chunki ular texnik kamtar kishilar. Her vaqt boshqalarga yordam bersin deb o'ylagan kishilar, lekin vaqti yetmayotib bizni izlab kelishga. Biz ehtiyoj bo'lgan ekan, nima uchun bormaymiz? Mengu shularni izlab borayli. Hech nima bo'lmaydi. Nurg'ullar ba yuzim chiqib ketadi, ularni oldiga izlab borsam deb. Men deyman, yuzingiz bo'z chiqib ketadi. Qanchalik yuzimiz va chiqib kerak. Hozir cho'ng bozorning oldiga chiqib, vaqirab baqsaqmi, taqa 100 odam tunimaydi bizni. Nurg'ullarimizni. Shunga u jarayondagi narsalarni kallamizga qo'yib o'tib turib, muvaffaqiyat qozonishdan burun unchalar ko'p yuz olmaydi bizda. Avval shu 100 bo'lish uchun izlashimiz kerak. Shunga mush ideyani o'ng qo'vasak, aktiv holatda mengu o'zimiz izlaydigan bo'lamiz. O chaqda bizga nurg'un hikmatlar, nurg'un usullar bizga jug'lindi. Rahmat. Shunga muvaffaqiyat qozonish uchun bundaq 3 ishni qilishimiz kerak. Birinchisi, muvaffaqiyat qozonganlar uchun xizmat qilishimiz kerak. Muvaffaqiyat qozonganlar uchun xizmat qilish jarayonida biz nurg'unlagan muvaffaqiyatning usullarini ashlarga xizmat qilgash o'rganib olamiz. Masalan, bir qism shirkatlarda biz bolalar kirgan, odatdagi odamlar yoki nurg'un narsani o'qimaydi. Lekin shirkatga kirib birinchi yilni qarsanlarning kiyinishidan tortib, yurish turishi, hatto gap so'zlaridan tortib, ularning kasbga bo'lgan saviyasidan tortib eshib ketib, xili cho'ng bir odamlarga aylanganligini hammamiz ko'ryapmiz. Hatto ayrim shirkatni echib, shu bilan o'sha shirkatdan birini qo'yib raqobatlashib atganlarni ham ko'ryapmiz. Lijoching deydigan bir odam bor. Dar milliarder bo'lishning gapini qildik bayatdan, dangliq milliarder, Osiyoga dangliq bir boy. Bu odamninki bir shofiri var. Shofiri bu odamga xizmat qiladi. Bir ömür pensiyaga chiqqancha o'sha odamning yanida turib xizmat qiladi. Pensiyaga chiqqandan keyin Lijoching degan bu boy shu shofirga deydi: "Sen endi pensiyaga chiqib bo'lding. Bir ömür xizmatimni qilding sodiqlik bilan, degan pul lozim bo'lsa 1-2 million sen men chekizib beray ishlatgan" deydi. Heliqi shofir bo'lsa, "Rahmat sizga. Sizning yaningizda turib men nurg'un fursatlarga erishdim. Albatta siz turmushimni qamdab turdingiz. Onun başqa nurg'un bilimlarni o'rgandim. Hatto siz nurg'un yig'inlarni aldirash vaqtlaringizda mashinaning ichida ochdingiz. Nurg'un buyruqlarni mashinaning ichida turib berdingiz. Paloniyada paychaki basi o'rlaydi. Darhol ol yoki sat. Paloniyada o'y-mulkninki basi o'rlaydi yoki to'vallaydi. Darhol ol yoki sat degan uchurlarni to'xtamasin deb turdingiz. Birinchi qo'l uchurlarni. Albatta men mashinada o'g'andan keyin tabiiy bu gaplar qulog'imga kirib qoldi. Shuning bilan shu vaqtda men chigan degan chog'ingizda men Üzərindən ciniği düşdük, ep qoyğandım şu payçakilərdən yoki öy mülklərdən hazır az degəndə 20-30 milyon küçüm itidir depdi. Demək, muvaffaqiyat qozonganlarga yaqin turish, ular xizmat qilish jarayonida biz nurg'unlagan narsaga erishib qolamiz. Amiyatda nurg'unlar bir yerlarda ishlasa, shu maoshni oldim deb qaraydi. Undaq emas. Ular maoshdan boshqa amiyatda nurg'un narsani o'rgangan, nurg'un iqtidor ularga hozirlangan bo'ladi. Shunga birinchi qildigan ish cho'qim muvaffaqiyat qozonganlar uchun xizmat qilish. Sizning alayda cho'ng mablag'ingiz bo'lmagan sharoitda nurg'unlar muvaffaqiyat qozonish uchun menda jiq mablag' ketadi, nurg'unlagan odam ketadi, albatta nurg'un ishlar ketadi deb qaraymiz. Undaq sizda iqtidor yo'q, sizda mablag' yo'q, sharoit pishib ketilmagan chaqda yana qashab o'tamaslardan ikkilanmay turib muvaffaqiyat qozonganlar uchun xizmat qiling. Amiyatda menmi o'z vaqtida dal shunday qilgan. Ya'ni shu ishkirda Chin Anji xalqaro talbash organiga bordim. Chin Anji deydigan bir ustoz bor. Xalqaroliq muvaffaqiyatshunasning birisi, Jungudan yetishib chiqqan. Dal shuning organiga berib xizmat qildim. Bu dal mening mush prinsipga tushdi. Muvaffaqiyat qozonganlar uchun xizmat qildim. Ash jarayonda yaqin oraliqda turib, shu ustozlardan nurg'unlagan bilimlarni egalladim.
Endi ikkinchi qildigan ish muvaffaqiyat qozonganlar bilan hamkorlashish. Endi biz muvaffaqiyat qozonishninki usullarini ular xizmat qilib o'rgandik. O'rganib poplam endi ayrim emas kichik shirkatni qurib olsak bo'lmaydi. Yoki chiqitib yuzirib shurgandan foydasi yo'q. Meningcha muvaffaqiyat qozonganlar bilan hamkorlashni tanlash kerak endi. Nurg'unlarimiz mushu muvaffaqiyat qozonganlar bilan hamkorlashni o'rganaylik. Hamkorlashish muhim. Kim bilan hamkorlashish texmi muhim. Nurg'unlar hamkorlashyapti, hamkorlashimiz deb qarab baxsa necha kundan keyin o'zlari chuvilib ketib bardi deb bular. Hamkorlar yo'qolib ketib bardi. Shunga biz cho'qim tajriba savollarni bir-biridan kuchliklarni atrofimizda yig'ishni bilishimiz kerak. Muvaffaqiyat qozonganlar bilan hamkorlashimiz. Undan boshqa uchinchi qildigan ishimiz muvaffaqiyat qozonganlarni o'zimiz uchun xizmat qildirishimiz kerak. Ya'ni undan bo'lsa kuch oriyat kelishni bilishimiz kerak. Aqlli kishilar boshqalardan mal so'raydi. Eng aqlli kishilar boshqalardan kuch so'raydi. Aql so'raydi, tajriba so'raydi. Ham ularning kuchidan foydalanishni biladi. Burun bir to'shqan bor ekan, bir hikoya so'zlab beray bu to'g'risida. Bu to'shqan bir kuni o'rmonlikda shundoq bir rasm chizib, maqola yozib o'tasa, bir oshqagan tulkidan birisi ketdi-da, uni kappi tutib olibdi. Tutib olgandan keyin yayma qo'shib ichib ketdi deb tursa, bir telefon bor, tulki aka, mushuni o'rindab bersang, anandan keyin men yesang mayli degandan keyin nima talab degandan keyin bir maqola yozib atgan, shu maqolaning oxirini yozib olsam. Nima maqola desa, to'shqonning qandoq qilib tulkini yevatganlik haqidagi ilmiy maqolasi debdi-da. O deb kulib ketibdi o'yliq tulki. Qani yapaqa meni ko'ray desa, rasma deganda keldi. Undan bu yoqda yem, bu yerda yemayman. Ayer bir o'nkir va shu yerga kirib yey. Bums qishqisa deganki, ma'qul, sen qachamsan, men qachaman bir ko'rib baqayli. Shuning bilan bular asta o'nkir kiribdi-da, birozdan keyin g'ash-g'ush ovozlar chiqib turibdi. Chiqqandan keyin qarshi bilan turib jim qarsa tulki yo'q, to'shqa yinib chiqayotgan. U xotirjam qisqartib, o'tirib o'zining yana o'rmonlikqa qaytib bir mazgil rasmlarini chizib, maqolalarni yozib o'zining ishlarini qilib turibdi-da. Shuning bilan bir osh qolgan bo'ri kip tutibdi uni yana. Yeyma deganiki o'sha kapdan qutib bir telefon bor. Nima talab? Bir maqola va yozib olay. Nima maqola? Qanday qilib to'shqonning bo'rini yevatganlik haqidagi ilmiy maqolasi. U texiyimi kulib yetyapti bo'ri. Tishimning puchuq tagsam o'lib qolsa, volatqin yapaqa qani degandan keyin oyada o'nkirva billi kirayli degandan keyin shu yerga yema deganki ma'qul. Yasa yema. Jura deb o'nkir kirdi ekanda. Kirgandan keyin biroz g'ash-g'ush urushgan, elishgan ovozlar, biroz bo'lgandan keyin jimmi bo'lib qoldi ekanda. Qarsa, eliqi bo'ri yo'q, to'shqon po'chi yenib chiqayotgan, burtini silab, uning keyindan bir shir yenib chiqayotgan, qo'sig'ini silab. Asli eliq aqlli to'shqon ojiz vaqtida o'zining kuchini ishlatmay, Noni ishmay qolmang yana hasratda degan gap bor. Qani choy iching. Chim bor deydi, voy deydi. Bizninkiga yetmaydi. Çayxallarimizga pat-pat kelib, bu çayxallarimizning isil gaplarni qilib bersangiz, biz anglab olsak, so'rlayda, to'ytukularda, çaylarimizda, mana o'tirganda ancha-muncha hikmatli, yaxshi gaplarni qilib bersangiz, bizning bundan keyin uchrashishimiz, didorlashishimiz, yuztirani ko'rishimiz namisi ahamiyatli bo'lsa deb o'ylayman. Rahmat. Vay, Mötver aka. Mush jahonda topunu altınga aylandıra alaydigan adam acayip adamlar var ekan Cuma. Bugün çayxonamizga bir-birdan katta adamlar yig'ilibdi Cuma aka. Sıra. Altın yatıda aptapta tonumisang nimkarang degende kaçta birga. Ancha-muncha chaqchaqma qilib qo'ydik. Mushu muvaffaqiyatga qozonish jarayonida nurg'ulg'an jaffolarni chekkansiz a? Baya o'zingiz dedingiz, mush muvaffaqiyat qozong'uvchilarningki tajribalarining o'zimi boshqalarning muvaffaqiyatga erishishga sabab bo'ladi deb. Endi bayatın Adil komiteti nurg'un jaffolarni chekkansiz deb. Shu tajribalaringizni ozroq so'zlab bersangiz toza bo'ladigan yerim shu deyman-ku. Bo'ldi. Qanday dedim? Acayip isil tek qilding adam. Rahmat. Bo'ldi Adil aka. Men o'zimninki shu garchi muvaffaqiyat qozonmasammi, bir qism uchirgan qiyinchiliklarimni deb beray. Chunki men yana o'zimning nishoniga boqqanda yanılam texi muvaffaqiyatdan endi busuq o'stiryapman deb qarayman. To'g'ri. Men bu yil 30 yosh kirdim. O'zim o'z vaqtida Aqsu viloyatidagi To'qsu noyasida tug'ilgan oddiy bir oilada. Dadam tashuvdar ishlaydi, opam oila ayoli, biz 6 bola, men bolaning eng kichigi. Bizning oiladan oliy maktabda o'qigan bir islam bor. Qolganlar burun dadamning o'rni xizmatga o'rlashib yoki o'zininki boshqa yerga tiklab qolganlar.
Maktabda o'qidim, maktabda men nəhayət yaxşı o'qigan. Maktab çağımda, yəni Şinjan Maarif institutida o'qidim. Shu vaqtlarda maktabninki o'quvchilar uyushmasininki rais bo'ldim, sinf boshlig'i bo'ldim. Anandan keyin har xil faoliyatlarga men nəhayət aktiv qatnashgan. Endi bir odam ma'lum bir natija qazaman deydi ekan, cho'qim o'zini bir universal etildirish intayin muhim ekan. Adam ana shundaq muhitlardan, har xil sorunlardan anandan keyin tavlanib chiqadi ekan. Xuddi mashrab ko'rib bizning burundan ata-bobolarimiz tavlanganidek, mana hozir choyxonalarda pishib yetilganidek, o'sib yetilganidek, ana shundaq adam uchun bir muhit anandan keyin bir davrninki ma'lum bir qahramonini yoki ma'lum bir cho'lponlarni etildirdi ekan. Ahamiyatda qahramonmi shu davr yaratadi uni. Tuyuqsizdan bir qahramon paydo bo'lib qolmaydi. U ana shundaq bir belgilarda o'zini o'tirib chiqalaydi. Gerçi men bu yerda qahramon demoqchi emas, ana shundaq odamlarning shakllanishida ma'lum bir jarayon bo'lgan bo'ldi demoqchi. Endi maktab chog'imda men bir o'zim yozishchiligimni aytib qiziqdim. Men to'liq o'tirchog'imdan tortib yozishchilik qilardim. Men shu vaqtlarimda maktab chog'imda o'zimga bir nishon qildim. Ya'ni bir diplomni olib o'qish bitirishning o'zi odatdagi ish. Men cho'qim yana boshqa bir natija bilan anandagi o'qish bitirishim kerak. Qanday qilish kerak? O'zimningki she'riyat jihatiga qiziqishim va ortishig'im bilan kunduz dars anglayman. Kesh vaqtida hatto ba'zi o'quvchilar rais bo'lgandan keyin yotoq tekshirib yoki har xil faoliyatlarga o'rlashtirib butun tashkillashtirishni qilaman. Uni yarim kecha o'qigan chog'da men dum yetib o'tirib she'r yozaman. Shunday qilib har kuni 4 soat, 5 soat uxlab, qolgan vaqtlarda yana atganlik o'rganish qilgan vaqt ayrimda shu ijodiyatlarning nurg'unlarini maktab vaqtimda shu kechlab bitirgan. Men shunday qilib o'qish bitirdigan chog'imda, ya'ni 2008-yilning boshlarida Tentek shahar nomli bir she'r to'plamimni yozib bitirgan. Yaqinda sizlar bilan yuz ko'rishdi. Meningki bu she'r to'plamimning o'zini bizningki ustoz shoirimiz Bug'da Abdulla muallim o'zi bir qo'lliq ko'rib, buni o'ziga yaxshi ma'nolarni bergan. Yaxshi she'r to'g'risida yana ham bizningki ustozimizga qiz tuzuk. No'stig meningki ustozimiz meni tushundi. Butun she'rlarimni bir qatam ko'rgan, uni boshqa mening muvaffaqiyatning siri nomli plastinkamda Nahmaynandan o'zi bir qo'lliq o'ltirib ko'rib yuqori balarni bergan. Ustozimiz bo'lsa bir ikki og'iz ta'lim bersa, texim yaxshi bir yetilsak deb qarayman. Rahmat. Oldu bilan çayxona paranglari programmasiga tashakkur, rahmat. Enimiz Abdurahmon Pattar muvaffaqiyatlari sharifiga bu programmani ta'sis qildi. Men xushal oldum. Abdurahmon Pattar enimiz bu Şinjan miqyosida bir tarixiy tema bo'lib qoldi. Men uzun vaqtlardan beri bu mübarek ismini aldım. Ders ötedide nəhayət jiq adamlarının cənubdan şimaldan kelib anlayotqanlığı aldım, anlap durdum. Bu qandaq qıb mushunchilik o'quvchilarni jalb qiladi degan fikr mening qalbimda kechdi. Men o'qituvchi 40 yillab o'qituvchilik qildim. Lekin buningga bo'lgan qiziqish bu meni o'ylantirdi. Qanday qilib bunchalik hurmatga sazovor bo'ldim. Keyin darslarni oldim. Anglagandan keyin meningda bir tonish paydo bo'ldi. Nima desa, Abdurahmon Pattarda bir xil ruh bor ekan. Buni kuchab oldiga tortayotgan boshqa narsa emas, o'zining vujudidan chiqqan nur, bir xil ruh. Endi yana boshqacha aytgan vaqtida Abdurahmon Pattar tilla to'kildigan daraxt. Mushundaq adabiyotda, she'riyatda mushunda deydi. Tilla to'kildigan daraxt. Bu o'zila tilla olib qolmasdan boshqa tilla to'kildigan daraxtlarni yuzlab minglab yetishtirgan bog'von ustoz. Mushundaq tunish kerak. Nima desa, bu bozor eyligi degan boshqa gapga fikrlar. Shu munosabat bilan Abdurahmon inimiz nurg'un korxonchilarni tarbiyaladi, yetishtirdi. Nima desa, buningda hech kim ko'ramagan, oldini ko'rarlik bir mutafakkurlarcha ong bor, tuyg'u bor. Abdurahmon apanning yana bir ortiqchiligi bu shoir. Bay dedi. Tentek shahar degan she'rlar to'plamini ko'rdim. She'rlar qarab hayron qoldim, pishqon qalam.
nayet yaxshi qiladi. Abdurahmon inimiz bu jihatda cho'ng bir bo'shliqni to'ldirdi. Mundaqcha aytganda bu bizning ichimizdan chiqqan mutafakkur. Abdurahmon inimiz nima desa, muvaffaqiyatni qanday qo'lga keltirish, muvaffaqiyatni qanday bana qilish to'g'risida ustoz bo'lib berdi. Hatto bizga bu shunday menga nisbatan men jiq narsalarni o'rgandim. Bu bir bilim. Bu yerda sizlar diqqat qildinglarmi? Bizning yoshlarimiz asosan dehqon, emgakchi. Endi bu korxonalar qurilgandan keyin bularni zavodga jalb qilib, bularni dehqonlikdan ishchilikqa o'zgartirdi. Bu yana sinfiy jamiyat degan bizda bor. Bir millatda ishchilar sinfi bo'lmaydi. Mushu korxonalarning eng cho'ng tarafi boylik yaratganligida emas, ishchilar sinfini tarbiyalayotganligi, qo'shinni tarbiyalayotganligi. Rahmat, Abdullah muallim, nayt isilga qipala, bundan keyin teximi tirshay. Mötver aka. Xo'sh. Bugun ma choyxonada Abdurahmon muallimninki darslarini anglayverib, mening ma badanimning gap moddasi eshib ketib, naqsh musiqa moddasi sal kamlab qolgandek qiladi bu qanday qilsa bular. Unda olsa Səvirdən, bu Abdığının bir doktorxanaga apırıb baxsaq boğudək. Menimcha vaqo aka buni doktorxonaga apirish ketmaydi. Qanday qilib deysiz? Men mushu Abdug'inining kesilini davolatish uchun ham mushu choyxona ahliga shu choy to'g'irliq esil naqshidan birini o'rlab bersam, mushu mehmonlarmi qo'shiladi, Abdug'inining kesilimi saqib qilish mumkin juma. Voy, uka bir ağlaydı haqida. Shunda bir qilay, shunda bir qilay. To'ta esalliq olgandan keyin chomaymizmi bu yerda, ha? Çayını çeylimin düşüp birdem çeylimin düşüp birdem Gider insan kalır dünya ölümün közü yok erdem Ölümün közü yok herde Gider insan kalır dünya Ölümün közü yok herdem Ölümün közü yok herdem Sügüne hoşallıqni Qo'yib yoliga lixlab Qo'yib yoliga lixlab Didarlashqanda choy tutsa Ketmemdu yürek yayrab Ketmemdu yürek yayrab Gidarlaşqandı çay isse Ketmemdu yürek yayrab Ketmemdu yürek yayrab Uni deydi, buni
tükkengi yetmeydi. Mungdaşkan yetmeydi. Ten jığlap dostlar bilen ten külgen yetmeydi. Ten külgen yetmeydi. Ten jığlap dostlar bilen ten külgen yetmeydi. Ten külgen yetmeydi. Ten külgen yetmeydi. Allah rahmat. Kuzgatda Allah rahmat. Hamda Abdurg'ani ukam senmi ancha-muncha bir ağaç kelgansan? Yo'q, men aka bu Sevirdan men naqsh aytganini ko'rib biroz men hayron qoldim Juma aka. Uzun bo'lib ekan bu naqshni anglab boqmoq. Men yaqindan beri san'at maktabida naqshda bilim oshirib chiqqandek qilib turdi Juma bu. Mana. Andas men ras quruq kelmadim bir necha yumur so'zlab bersam bir mehmonlarni yoqtirib bir anglab bersa, kuladigan yakkaga vaqti yuqori ovozlarla bakrak kulib bersanglar, choyxonamizning kayfiyati ko'tarilib qoladi emasmi? Yumurdan bir necha so'zlab beraymi? Ha, kuldirdan so'z anglab baqala. Anglab baqala. Ma G'uljidan biraylan Qashqarga sayohat berib qopdi-da, birinchi oy mezgilida. Berib to'xtab turamiz, Qashqarning aloyidliklari, noyatijiq, yemakliklari shunda o'xshaydi deb kechlik bozorga berib, bir qo'yning pochig'ini ko'rib qilib, buni yigis kelib, shundoq birini ishlabla, "Ustam, men mendaq muzdek pochaqma va?" Debkaylik tijoratchi dem. "Men qaysi xo'jayim? Endi men pochaq paypaq kiydirib sotqilmaydi ekan emasmi?" Biraylan yerim kechida uyda shunda tatib uxlab o'tib, yerim kech bo'lgan vaqtda jo'lib saqammi, yo yomon tushkirib qolganmi, karvatdan go'p bir yiqilib tushibdi-da. Yiqilib tushib yana asta karvatga chiqib uxlab qoldi. Yana birdan o'tgandan keyin gulib bir yana bir yiqilib tushiblam, asta o'rnidan qo'yib qo'sh, "Voy, boya baldiroq qo'ymagansan, hozir o'zimning to'piga tushar ekanman" degandek. Ma bir ikki nervi kasal paranglashib qopti. Birisi debdi, "Ey, maykilamaya" debdi. "Qishqilib ne bo'ldi? Biz kallangni miqqa qilib qo'yaymi" debdi. "So'ramsan, kallangning dadvammi, qanday kallang miqqa qilma" deb, "Bo'lqi miqqa tegmay beshimni tegis qanday qilma" dedi. Debdi, "Men sening oldingda yo'g'on bir o'rakdan bir siva deyli. Seni shu o'rakka bir tashlab etsam bo'pti ekan. O'rak tashlab etsam 10 metrdek bor ekan buning cho'nqirligi. Müşahede qanday chiqarsa desa. "Ey, asal chiqma. Biz qanday chiqsa desa, "Jangni bilan menamni tishib suyini chiqarib, o'rak to'shqa vaqtda laylab chiqa olmaydi" degdek. Debki, bu odamning menasida nerdan unda jiqsi bo'lsin debki, qiziq gap qildi ekansiz. Mening menamning ashunchalar jiqsi yo'qmisa, o'rak sakrab nima ish qilmaydi degdek. Qashqarga bordim. Qashqarga. Ha. Qashqarga berib, nem bo'ldi? Yerda shu to'p kirib ketdimi ko'zimga qattiq og'rib ketdi-da ko'zim. Og'rib ketib shundan ko'z doktorxonasiga bordim, borsam uchratga birdan saqlab o'tirsam, bir ayol ko'zini tekshirib kiribdi u yerga. U tekshirayotganmi ayolga? Men ko'zlarimga bir qarab baqsizlar, bizning faqat bo'lmadi ko'z degan keyin ko'z ko'rib baqayonda olsa biliqni tekshir. Saqyangi ko'zlari Yakmış közemge zat bulmadı da mening ko'zam 2-3 kun bo'lib qoldi, uning ustiga xeyli uzun bo'lib qoldi, rost gapni desam. Deb o'ylagandan keyin yani u yoqni tekshirib, bu yoqni tekshirib, bu ayol nimda qildigan deymi, birdan keyin tekshirib. Bu saqmı-saq ko'zgan bu. Meni saz qilatanlar ya. Voy undaq emas, men ko'zim rasmiy ko'rmadi meni. Degandan keyin o'zi ko'z doktor dedi. Qanday alomat bor? Deb paslin davsa desaylik ayol turib ketdi. Birinci alametim şu qiynanam ko'zimga faqat sat ko'rinib ketib bordi. Faqat yaxshi ko'rinmadi debdi. Desa shuna bilan ayol buningga davo yo'q. Nimishqa davo yo'q? 20 yilni yaqin men saqaytamadim ko'zimni sizni qanday saqaytdim?
Bana bir atışlık yakın dostumuz toy kıldı. Toy kılıp ertesi karasam duka içip oturdu. Bu duka içip oturup sen bu. Sen adaş kızık yakıldı kense, duka açmasa kılmaydı, pul tapmasa kılmaydı, can bakmak ders olup gitti hazır deydi. Bu sen tönegim toy kıldın da bugün bunda bir ayalını ilip özünün söyümlük ayalını. Adam deganning o'g'il ol deganning jahondagi mush ömürdeki eng cho'ng ishi bir to'y qilish. To'ydan keyin shu o'zing yaxshi ko'rgan xotiningni qo'ltiqlab bir jahonning jimi yerlarini aylantirib, bunda sayohat qildirib, sherna o'tkazib kelmamsa desam, voy ashta qilaymi ya, ma'qul adash deb qolib qoldi bu. 3 kun o'tgandan keyin ayirdirimga chiqsam, yiliq og'inam uchrashib qoldi. Qolsam qo'lida yo'g'on chamadondan birsi yolg'iz kelyotdi. Nagmanda desam, sayohatga sherna o'tkazgila deydi. Ayalın qine desem duka içiyordu deydi xiylik. Bir gün yani bir atışlık adam karanlık çıkan vaqtda çoğun yolunun oturdu yalnız ketip atsa etrafını 4-5 koyul çıkıp palaq bulup vurup desep. Tusa ardı bir katıvaş çırayı bir aylan çıkıp kolu 800 koy pulunu tutkuzup oy kapıma biz sizin hata tonup kaptık da pulunu tutkuzup ketip kaptı da. Ketip kaptı ki yılık biçar adam korluk içinde asla pulunu elip alkını içip namert koyla. Bu 800 koyunu belki yani çıdamış kimin koyluk urvetken bolsan oppo telefondan birini ayvanmam deyim. 7-8 devletninki şu rehberleri birleşip şu Mars'ını bir tekşirip kilin deb ilk texnikler olan şu raketa olan Mars'ı 7-8 şu her devletninki texniklerini koyup Mars'a çıkıp bulup şunda xilqindek havası bir nima deb paynap жүрsa, o şaqtan bir nima yügrep kelayotgandek-da. Bu Mars'ta hech qanday bir jonliq bo'lmaydigan bir kelayotdi bu yerdan. Manga sen berib so'rab baq degandek ma'qul deb birsi bor ekan. Yo'q, qarasa odamkan deylar. Şo'lo, bu Mars'da odami zot hech qanday maxluqot yo'q qiladigan sen nereden kelgan maxluq desa ben bu şu atışını havasat kılık geldi. Ma bir çoğun avtobus eydeydiğen bir koç avtobus şoförü yolcularını besip koç avtobus beketki kelgen vaqtda şunda to'xtabla. Ma beketki keldik. Tushdiganlar bo'lsa, haydanlar debdikan jimlar. Tushdiganlar bormi yo'qmi debdikan jimlar. Ma beket keldik, tushdiganlar bo'lsa, haydanlar debdikan jim turibdikan shunda shunda qo'tqisiblar. Qilib qo'zg'ab qo'ydi. Usta, men beket keldik, men tushib olay degan debdikan. Men qaysa, "Xene, men sizning bir nikohlarini o'qimagandan keyin bir qitim chaqirgandilar, hadis olmam-da" degan. Bireylan mötüverdini so'rab qoldi ekan-da. Men shu o'g'limni shoir qilmoqchi edim. Qanday qilsam shoir bo'ldi desa. O'g'limning yaxshi ko'rgan qizni appamsan shoir bo'ldi. Ya, qanday emas, men shu o'g'limni bir dangliq shoir qilmoqchi edim. Debki, andas o'g'limning yaxshi ko'rgan qizni qo'shnining o'g'li qilib berdi degan. Bir qiz loyiq tonishtirish o'rniga berib, "Mana men chiroy shakli qanday bo'lsa mayli, taqdir qanday bo'lsa mayli, mening chatig'im yo'q. Lekin menga shu atrofdagi kishilarning ko'zidan o't chaqnattirib o'tgandek nayt isil xizmati va odamdan birini tanishtirib qo'ygansa, suvar kishidan birini tanishtirib qo'ygan. Mana bo'ldi. Mush fursatda meningki mushadagi azizlarga, ustozlarga, jafo chekkan xizmat qilayotgan qiziqchimiz, riyosatchimizga birdan o'zimninki 9 qismliq muvaffaqiyatning siri nomli DVD plastinkamni imzo qo'yib bir sovg'a qilib olsam. Rahmat. Mana. Isil odamlarga isil narsa sovg'a qilish kerak. Bugun necha? 12. Mani Bog'dodullo. Bog'dodullo ustozimiz. Buni o'z qo'lim bilan Ay rahmat. 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 Mana qoldi. Birisi qoldi.
Yana birisi qoldi. Rahmat. Voy rahmat. Naytı qimmatli so'g'larni qo'limizga evaldik. Endi Abdurahman muallimning naytı yaxshi leksiyalarini, yaxshi so'zlarini angladik. Bo'g'da Abdulla ustozning naytı qimmatli tarbiyasini anglab, naytı ilhamga ega bo'ldik. Undan boshqa naqshlarni anglab, naytı xursand bo'ldik. Rahmat ukam. Rahmat. Qiziq paranglarini anglab, ko'nglimiz ichilib qoldi. Vaqtni birey berib qopti. Gaplar tex tugmagan bo'lsa-mu, endi ma'vo chayxonamizning vaqti to'shab qoldi. Chon qolgan gapni yana bir qitim chayxonamiz taqilib qolmaydi emasmi? Çayxonamiz isil joy. Kelib mehmon bo'lib ketding. Yumur bo'lsa Oppo'da telefon qiling deb keting. Mötüver baş əgimnin kiyimini kiyişib, sırdışımni içişib, huzur lezzet ip keting. Abdurahman Pettarmo tonuluptu her joyga dersleri bek isil qaltis ishkan deb keting. Kiler seni körseyli. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.